Bir adamning ikki o'g'li, bir qizi bor ekanda, bir o'g'ilning ismi Chatg'in nima, bir o'g'ilning ismi Karing nima, qizning ismi Tarbiya ekanda, bir kuni o'g'il ikkisi yo'l chiqib lechirina olsa, kendi bir mashin kelib bob desam, onglama o'ynaverganda, sho'pirning achchig'i kelib ketib, derisi beshini chiqirib, "Hey, chatga o'tib qo'ysalarni buldi bolam" des. Chatg'in nima deydi? Sen bo'lsangmi o'tib keta bolam des. Karing nima deydi? Bularga tarbiya qiladigan odam yo'qmi nima desa, tarbiya uyda kirishyapti debdi. Men bir kuni chechim masatqani satrashgan kirdimda, kirsam shikada chechim batirib o'tiribdi. Men ularga qarab mundaq bir she'r chaqchaq qildim. Burundilla batg'u uzun chash ayur qizi, yarchatg'u kivasini chiman do'pini, bilmadim ne gunoh qildi sizga uzun chash, qarsam kivapsi to'qliq mo'z. Beni Tudankam ayol bilan chiqib ketmasa, kendi birodar kelib, Tudankamning bishiq pal qo'yib ayolga, "Bangizga qarang, ketsa o'tayinmisin" debdi.